Xazinem Tortil Terbiyeleş Merkezi hemmimizning xazinesi. Bir kishi danishmanning oldiga kelib, yig'lab turib, mundaq debdi: "Men nimalar ish qilsam utuqliq bo'lmaydi. Bu nima uchun?" Danishman mundaq debdi: "Sadiqa berishni bilmaydi ekansan." "Biroq men namrat tursam," debdi u kishi. Danishman mundaq debdi: "Bu deganing to'g'ri bo'lmadi. Odam namrat bo'lsa-mu, tövendikidek sadiqini boshqalarga berib turishi kerak. Birinchisi, chiroy sadiqasi. Buningda tabassum orqali boshqalarga illiqlik ato qila olaysan. Ikkinchisi, til sadiqasi. Buningda boshqalarga ilhom, tasalli bera olaysan. Uchinchisi, yurak sadiqasi. Buningda ko'nglingni keng tutib, boshqalar bilan samimiy muomalada bo'lasan. To'rtinchisi, ko'z sadiqasi. Buningda boshqalarga do'stlik nazarida qaraysan. Beshinchisi, kuch sadiqasi. Buningda harakating orqali boshqalarga yordam berasan. Oxirda danishman yana mundaq debdi: "Kim bo'lishidan qat'iy nazar mushu 5 xil sadiqa odatini o'zida yetildirsa, baxit uningga yaqin turadi." Darslarimiz turk tili, ingliz tili, rus tili, german tili, uyg'ur tili grammatikasi, xitoy tili, matematika, bolalar ona tili, bolalar ingliz tili, boshlang'ich saviya, ul saviya, o'rta saviya. Tarbiyalash muddati